Заткнись, сухарик. Тихо. Добрый вечер, дамы и не дамы, браты, сестры, мальчики, девочки, и, конечно, отец, мамай. Поздравляю вас с Новым годом, 2017 годом. И, конечно, Arkadaki yıl, arkadaki. задний год. Arka. Багажный год. Ötken. Предыдущим 2016 Какие? годом. Поздравляю вас. Молодец. Спасибо вам большое. Ничего, брат, Тишка, Мишка, Кишмишка. Ey, kısışka. Yürümediysen yarışka. Nичего, язычка. Ötey bana. Jamoamizning yana bir a'zosi Sanjarbek Ismoilov yaqinda Fransiya dam olishga ketdi. U ham samolyoti bugun qo'ndi. Marhamat taklif etamiz Fransiyadan Sanjar Emmanuel. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Look, straight from the mud like Ruby. Straight to the stage, they love me. Mele. Kıskos, jaskos. Sanjar. Excuse me. Merci, monsieur Isabelle. Merci, monsieur Sapargül. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, kadam, kahraman, öktem, yoldaş, kuandık. İzvalgaz, la Frances, was ribir, suribir, tfuey, nasıl söyleş? Sanjarbek, yaxshi keldingmi? Nelere bardın? Paris'e varıp geldim. Oo, Paris, Fransiya, ha? Yok, Fransa'ya varmadım, Paris'ten kayıttım. İkisi başka devlet, değil mi? Yok, başka devlet. Xarab, geografiyani zo'r bilasan-ku, ha? Geografiyani bilemem, barganman, zor şer, manyakadır. Ha, seni bir nere bardı dediler? Ya, Üniversiteye gitti, o'qishga kirmay, qaysi universitetda u? Paris'te bir Goethe degan üniversitet var ekan-ku. Ha, girdingmi universitetga? Yok. Ha? Yakmadım ha. Ana o dokument alıp oturgan kizana barıp durup, "Men Özbekçe egzamin topshiraman. Meni Özbekçe alinglar" desem, "Men qarab turib, "Yo'q, biz ko'ra fransuzcha olamiz" dedi. Yaxshi, yine sevgi vaqtında konsert başladık bize yine şunun ajoyib. Gördüm özü iş konsertini görüp geldim ben. Bu ne konsert bu? Ha? Ha. Konsertin adına qara. Jasur Rustamovich va uning do'stlari stand up show'muş. Ha, sen aytib bilasanmi shuni hozir? Aytib bilaman. Bugun tam bolamsan konsertdan? Ava. Bo'ldi, ertang shunda 22sidan 32sinacha kunini 50 seans men qo'yaman shuda. Nima degan konsert u? Adını o'ylab ko'pman. Sanjar Kudratovich va uning qo'shnilari. Sit down please degan. Bo'ldi, sayvani o'tdi yine tillagin. Bo'ldi. Oh, nishana aypas. Ovoz zadim zina qo'yib turmoqchi chiqib buralar lekin. Tushunmadim. Hey, qo'yindi, urushni qo'yaq shuyiningni. Urushni olma kerak yaxshi kunda. Jasur biza qachon urushganmiz? Yana bir jamoamizning a'zosi yaqinda uylangan, undan beri qo'ydik. Aziz Ahmedov bugun va nihoyat xotini ruxsat berdi, konsertga keldi u ham. Demak, kutib olasiz yaqinda uylangan Aziz Ahmedov.
marta görüşüp öylenip söyle bir adamı tövbe ettim. Salamlaş. Assalomu alaykum o'ylanganlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum ko'rmaganlar, shavirsa. Hey, no. Azizga kelib kelamiz bo'ydoqlar. Ya malades. Gap bo'lishi mumkin emas. Ey, tüfelem. Tüfele. Tfu sana hoş. Nechik ey, o'zgarishda zo'r-ku, chiroyli-ku ey. Yine tüfelem yüzündeki ugrilaring ketdi. Yaqindagi kirlaring ketdi. Qarnam ketdi-ku eldine qarab. Xotin bilan estafeta o'ynab yuribmiz ya. Kim tezroq, ko'proq eldine chiqarib ayladi. O'ylanishni sen bulara tushuntirib ber. Bola neden biladi o'ylanmaganlar? Ava. O'zing o'ylandingdan, nechki o'ylanish? O'ylanish zo'r, aytmayapsan ekan, qarab. O'ylanishni bilasanmi nechkiligini? Yo'q. O'ylanish degan lotereya o'xshaydi-dan bu. Shuning bir xalta zarli ilon. Shuning ichidan qo'lingga diqib, shuning ichidan bir dona zarsizini topib chiqarishding gapda u. Mana qarang, shu qo'lni diqqan vaqtda mabodo zarli silib chiqsangiz ish bo'ladi. U seni qaynanang bo'ladi-dan, talla. Urishasizlar ekan xotin bilan ko'p qichqirishasizlar ekan, sen zarishni qapding-a. Gördüm hem gerek olsa. Yo'q, ay, oqpachalarga zo'q chiqmaydi dedi-ku. Yo'q. Dalanda ya qichqirishib turganlar. Aytishib turganlarimizdimi? Aytishib turay, aytishaveramiz uni. Qichqirishamiz-ku. Xotin aytaman, men so'zlayman. Men so'zlagandan keyin oxirgi to'shganni men aytaman, shundan keyin razgovor okkonchen. So'zlamaymi u? Xotin so'zlamaydi, bo'ldi deb tan beradi. Nima deysan ya? Xotin nima? Bo'ldi, apparaman shu go'naking iltimos, yashorlar deyman. Hey, mendam shunday bo'ladi. Mendam shunday holat bo'ladi. Xotin, ya nirma deyib so'zlab beradi-ku. Nakazaniya beraman. Nakazaniya beraman. Jazo beraman xotina. Nirma deydingmi deyman? Xotin deyman. Shu aytganing uchun bugundan boshlab bir hafta o'zingni kiringni o'zing yuvasan deyman. O'zim bo'la. Yaxshi, yomon emas ekan, Jasur молодец. Jasur Rustamov stand up show. Maqara bu endi stand up degani bu dik turma stil degani bu. Ava stand up shu dik turmadan dik turib. Sen toza o'ylangansan, hali bilasan vaqt o'tib, men aytaman. Maqara agar shu stand up degani men o'zim bir stand up'im tanlab kelganman, agar ruxsat bersangiz. O'zing guldirasan. O'zim guldiraman. Qachon guldirasan? Hozir ishida, Danli Mamet Bidami? safarda. Avo. Bo'ldi, boshlayver. E'lon etib beraman o'zing. Marhamat, yakka guldirakchi Aziz Ahmedov. Assalomu alaykum. Sen aroq turasizmi? Men o'zim kurutni ko'rsanjakman-da. Bo'ldi gapi. Ha? Boshini e'lon et. Yakka guldirakchi Aziz Ahmedov. Assalomu alaykum. Ko'cha bo'lsa-dan eslat olmasa, internet ishlab turib, svet kelmasa, baliqdan ham baliqxona ko'p bo'lsa, demak siz chakkadasiz. Aziz Ahmedov. Amalim. Demak, sizlar bilan bugun nov haqida so'rashacakman. Hamma biladigan vach, biz uyda pishik boqamiz, pishik. Pishikimizning adi Bazik. Uni erkaklar bazzi deb chaqiramiz. Ava shu to'ylardan bazzi shu. To'shi topdizlar. Aşı bir günü pişik kuxnyada go'sht yetib turibdi ekandan opam qaraydi. "Olsanga bu it dedidan qarasangizlar, pishga it deb turibdi." Sence o'zing tushunadimi bolasan, bu pishga it deb turibdi axir. Yur bazını göstermezsen. Ekit. Nere? Şana ekit yapçısın. Tushunmam, noda tursan. Ekit apçık taşa. Açık taşa. Mesela musulmonmi açık taşa? Nere ketib tursan? Komandadan ketib turmisan? Hava git komanda. Men yechera ketmayman, noda tursan. Yetasan komandadan. Yetaymi? Yetaymi? Get. Qara, men ketaman, lekin sen baku, aytsa sen baku. Pushonmaysan. Pushonmaysan, tushundingmi? Ma getdiysan pushonmaysan, so'tak. Baravar ütük. Kim ütik? Kim ütik? Sinfdoshlar ichida birinchi o'g'lib samolyotga mingan kim? Menmi? Moskva uchgan kim? Menmi? Ustiysan, sen meni 100 so'm so'ra, 100 so'm so'ra. Bo'ldi, men ketaman, lekin qarab tur, men qaytib kelaman shura. 23-martda kelaman shura. 23-martda kelaman, men Baku kelaman, shura yoniga kelaman. Damasda kelaman. Akam Damas oldi. Damasda kelaman, sen o'yinda xo'jaligingda mashinami? Mashinami xo'jaligingda, mashinami? Yaxshi qiz so'rma, hammamiz bir qo'shiq aytaylik ya. Men o'zimni go'zalligan qo'shig'imni aytib beraymi? Yo'q. Go'zalim alaksan Aysha, tashdin yuraksan Aysha, qizlar ichra birgina o'zing keraksan Aysha, sevaman seni hey Aysha, sevara. Ashuni qo'shig'im mana.
Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bugun dunyoning ikkita kuchli jamoasi Real Madrid va Barselona to'qnash keladi. Albatta hakam hushtakini chaldi va o'yin boshlanmoqda. Demak, faraz qilamiz, ishi o'yinni g'irt Xorazmli ballab boshqarib borsa, nechik holat yuz beradi. Marhamat. Assalomu alaykum futbolni jilli bolichiklari. Ina bugun hamma ishni cheta qo'yib, xotindan bir cheta surib, 3-4 shisha pipkalarni olib, yanına shappatin kapcho'kalarini qo'shib, televizorni tayinni o'rnatib o'tirgan biratlar. Ina men bugun o'yinni hamkasbim Jasurboy bilan sharhlab beraman. So'z Jasurboyga. Ajnashim shular tur. Ha! Görüp turganinizden translatsiyamizda bosh komisi Ibn Sino noslari va Sakban kalbasalari. Nosini tuplang, sakbanni tishlang. Bugungi o'yinimiz Jasurboy. İtalyanın Milan shahridagi Giuseppe Meazza go'sht kombinatlari Yo'q, boshqacha emasmadi u. Ha, Giuseppe Meazza stadionda bo'lib o'tadi ekan. Komandalarimiz chiqyatir. Buyoqlar bilan go'kli o'ynaydi. Ava, studiyani ko'rib tursiz. 2 dana komandandan tomonni yanına chaqirdim. Endi bir de Jasurboy, chukkami pukkami degan o'yin bo'ladi. Ha, bakırni studiyani bakırib oladi-ku. Bakırni bir yana chukka oladi, bir yana pukka oladi. Chukka tushgan taraf to'pni boshlaydi, pukka tushgan taraf ketadi. Yine ko'rib turganingizdek oqlar chukka oldi bu yerda. O'zi oqlavalab chukkadi, aytavering. Tarkibni tanishtirsam. Göklarni aytaman. Ayting. Varataban bravo. Baltika 7 emasmidi u? Yo'q, bravo. Zashtada Puyol, Siyol, Pique Sikela o'ynaydi. Ortada Xavi bilan Iniesta bor. Eldinda Neymar bilan Messi. Hozir shular bilan yaxshiman. Karla bilan uncha salaman kim yo'q to'g'risi. Siz aqlantirishtirsam. Ayting. Taktikasi nima bo'ladi? Modric'ning oldinda Bale o'ynaydi. Kroosning oldinda Ronaldo o'ynaydi. Troosning oldinda Benzema o'ynaydi. Muratning oldinda Muborak o'ynaydi. Top oqlada. Top bilan Kroos. Kroos Troosga berdi. Troos Ronaldoga. Ronaldo debdi. Varataban topni maymuldin kapchib oldi. Top Kroosda. Kroos Troosga berdi. Troos Ronaldoga. Ronaldo debdi. Varatali topni maymuldin kapchib oldi. Yana ham top Kroosda. Kroos Troosga berdi. Troos Ronaldo. Yanki Momin shu Jasurboy paftorni sharhlab yotibsiz. Top go'klada-ku. Go'klada. Varataban eli bilan topni Neymar o'ziga berdi. Neymar kraydan urib qochib borayotir. Qo'rqoq bola u. Messi açıldı. Neymar Messi'ye diklep bermedi. Messi'ni chopib ketdilar. Ketdilar? Arkasından gelip childilar. Messi o'rtada Vahapa jonim deb qichqirib yotibdi. Studiyaning o'lisha telefon etdi. Goroskop aysan doktorlar keldi. Messining oyoqqa mozim bir balon surtib, ishqalab, uqalab turib berdilar. Messi yaxshi. Ana endi bir de strop oldu. Yo'q, penalti berdi. Penalti mi? Messi de becek karang. Messi top mu depti? Top Varatani kaptanına o'tib ketdi. Top oqlada. Top bilan Pepe. Pepe topni ichine yuvar. Pepe ichine yuvar. Pepe ichine yuvar ichine. Pepe ichine yuvar deb turma ichine. İçine yuvarmasın. Her xil problemalar köpek ketadi. Ne problemi o? Azashlik olib qo'yib gol urtkashi mumkin. Aytganingizni olib qo'ydi ana. Olib qo'ydi. Yine topni Neymar'a chiqarib berdilar. Neymar Varataban bilan Adin chiqdi topni debdi. Topni deb verdi. Pepe topni qo'li bilan ushlab oldi. Bu Pepe degan chisti gambol bola ekan-ku bu. Gambol ana? Gambolda qo'l bilan o'ynaydilar-ku. O'zi avval qo'l topchi bo'lgan bu. Ko'rib turibsizlar, o'yinchilar xoridi. Zaxirangizda kimlar bor? Zaxirada bizda yosh o'yinchimiz Braziliyalik Gandinho degan o'yinchi bor ekan. Gandinho yaxshi o'yinchi, yana ham kim? Keyin Yaponiyalik Yezmushi Okazaki degan o'yinchi bor ekan. Yezmushi Okazaki yaxshi o'yinchi, yana ham kim bor? Keyin koreys o'yinchimiz bor ekan, Lee Kyunti degan o'yinchimiz. Lee Kyunti yaxshi o'yinchi ular ham. Gap yo'q. Siz zaxirangizda kimlar bor? Menda bir dana Götze bor. Mario Götze bor. Ya, neyimiz? Top oqlada, Ronaldo debdi. Top osmona ketdi. Yo'q tvoyu мяч. Ne oldu dediniz? Topni yo'qotib qo'ydi, shunga yo'q tvoyu мяч deyman. Top yana gökledi. Zashniklar Messi'ye berdi. Ana endi Messi bilani enasini. Shu vaqtda o'yinimiz o'z yakuniga yetdi albatta. Bugungi o'yinimiz juda ham biznes o'yin bo'ldi. Nechik? Biznesmenlarga xos o'yin bo'ldi deyman-da. Albatta. Bugungi o'yinimiz 0-0 hisobida nursiz, svetsiz, gazsiz durang bilan o'z yakuniga yetdi. Xayri sog' omon bo'ling. Mana qarang 10 minut vaqt bor edi. Saatcha oldu. Saat 7 oldu. To'y ichida boshlanadi. 7'de. Babishkangas, podnosni al, to'yga ketdik.